Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizga hoş geldinglar. Bugün biz Sharqi Turkiston sürgün dokumenti Muavin Cumhurreis Abdulahat Nur efendimni aldın qatımlıq söhbetimizin ahırı çakırımız. Vaxtımız olganlık için bevasıta suallarla başlayımız. Aldın qatım dini paran bilan nurgun neslen ögendik. Vaqt yetmey paranımızın ahırı qapqagan. Birinci sual Dövleti müstemlik bolgan ve xalqlari tajovuzga uchrayotgan millatimiz islomiy prinsip bo'yicha nima qilishimiz kerak degan savolga shunga bir javob berib boqgan bo'lsangiz. Rahmat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bu savolga javob berish uchun hamda diniy nuqtadan javob berish uchun bu haqda Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo nima deydi bu haqda? Allah'ın sözüden başlaydı. Çünkü biz haqni davetimizde vatqandikin haq taolaning gipi bilan başlaydı. Allah bu haqda vatani mustamlikaga tushgan ishg'oliyat ostida qolgan insonlarning nima qilish kerakligi haqida nima deydi buni qarab boqayli. Allah subhanahu va taolo sura Tavbaning 41-oyatida shunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan va thiqalan wajahidu bi amwalikum va anfusikum fi sabilillah. Zalikum hayrul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ey işgaliyet astidagi insanlar, ey mazlum insanlar, hammanglar qo'zg'alinglar. Infiru degan kurashga atlanish, jihadga atlanish emri. Buning ichida infiru nafar yiltizidan chiqadi. Nafar degan biz Uyg'urcha qo'llanamizku bir nafar deb. Har bir odamga ayrim chaqiriq bu. Har bir odamga. Er bo'lsin, ayol bo'lsin, yosh qari, aşı vatandaş hamma odamga qutulish ko'rishiga Rabbimiz chaqiryapti. Infiru, chiqinglar. Xifafan va thiqalan. Sharoitinglar yengil bo'lsinmi chiqinglar, sharoitinglar og'ir bo'lsinmi chiqinglar. Urush qilish sharoiti oson bo'lsin, urush qilish sharoiti tez bo'lsin. Bu mustaqilligimizni asliga keltirish mujodalasi oson bo'lsinmi chiqsizlar, tez bo'lsinmi chiqsizlar. Zalim hokimiyat tarafidan besim bo'lsinmi chiqsizlar, besim bo'lmasimi chiqsizlar. Sharoitinglar nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zinglarni va vataninglarni qutuldirish uchun, zalimlardan qutulish uchun hammanglar chiqsizlar. Nima uchun? Fi sabilillah. Allahni rozi qilish uchun chiqsizlar. Ya'ni mushunda qilsanglar Allah rozi bo'ladi. Bunda qilmasanglar rozi bo'lmaydi deb Allah bu oyatda mushundaq deydi. Endi bu suraninki, ya'ni sura Tavbaning 39-oyatida nima deydi? İlla tanfiru yu'adibukum azaban alima. Agar bu chaqiriqqa bo'ysunmay chiqmasanglar-chi, kurashga chiqmasanglar, Allah sizlarga shunday bir azob evatidi-ki, bu azob alim. Bu azobni Allah dunyo va oxirat demidi, chunki dunyoda evatidi, oxiratda evatidi. Azob alim degan hamma yeringlarni og'ritadigan, majalingni qo'ymaydigan og'ir darajada azob evatidi. Va yastabdil qawman ghayrakum. Agar mushundaq yetiversanglar, sizlar millatni, sizlar Uyg'ur millatini boshqa bir millatga aylantirib yetadi. Yastabdil qawman ghayrakum degan sizlardan boshqa bir millatga aylantirib yetadi sizlarni. Masalan, hozir biz Sharqiy Turkiston masalasida so'zlashayotgandan keyin, agar biz Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurashga atlanib, jihadga atlanib, vatanning mustaqilligini asliga keltirmasak, boshqa millatga aylantirib yetaman deydi. Hozirgi sharoitda nima ehtimollik va qaysi millatga aylanish ehtimolligimiz va Xitoy millatiga. Xitoy millatiga aylangandan keyin nima bo'ladi? Wala tadurruhu shay'a. Allohga hech qanday zarar berolmaysizlar. Allohga zarar bermagandan keyin bu boshqa millat ulab ketishning zarari kimga? O'zimizga. Uning zarari nima? Dunyoda xor, zabun, qulga o'xshash yashash. Oxiratda jahannamga mahkum bo'lish. Mushundaq bir ig'ir tahdidni da'vatida Allah. Endi
Yana bir ayet nima deydi o? وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Yani bizge hitap kılıp, hey, cim yetivatkan millet, nimi boldu sizge? وَمَا لَكُمْ, nimi boldu sizge? لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ, Allah'ını razı kılış için, nim için köreş katlanmayısılar. Allah rızasıdan mı vazgeçkedek halga kep kaldığını mı? Allah rızasıdan vazgeçip atamsılar. Bu küreş Allah rızasını dep kılınıdı deydi. Fi sabilillah. Yani birisi vel mustadafin. Yani birisi buzek kılıngan halk için kılınıdı bu cihat deydi. Ya da Allah rızası bilen buzek kılıngan halk için kılıngan cihatını bir yerde koyatıdı. Allah rızası için kılıngan cihat bilen halk için, mezlum halk için kılıngan cihatını okşaş kepede koyatıdı Allah. Fi sabilillahi vel mustadafin. Mustazafin böyle bozak kılıngan mezlum halk deyin gep. Bu da kimler? Miner rical. Bu erkekler mi var bozak kılınganların içinde? Ve nisa ayallar mı var bu bozak kılınganların içinde? Vel vildan uşak ballı mı var bozak kılınganların içinde? Bizge de atıdı mesela. Erkekler degen Şarkı Türkistanlıkның erkekleri kamplarda öldürülüyordu. Bütün bedelleri parçalanıyordu. Kerek geldiğin azaları olsun soğurup alıp Xitay ticaret kılıyordu. Bedenimizden ağan azalarımızdan ticaret kılıyordu. Erlerini mandak buzak kılıp yok kılıyordu. Irkı kırgınçılık kılıp veriyordu. Ayallarını mı okşaş şekilde. Hatta onun kılıvatkan işleri var. Erkek süptüde bir Müslüman süptüde digil olmaydıgan derecede depsen de kılıyordu. Ayallarını vatende. Anındakin uşak ballar ve velvildan bizning ballarımız yoki nevrillarimiz bizning aqrabalarimiz tuqqanlarimiz bularni mingisini juyib zati o'g'lini mana shu a'zosini elib oldiganini oladi ehtiyoji bo'lsa ehtiyoji bo'lmagan 35-40 million degan jihatdan bo'lgandan keyin hala hayot qilayotganlar yangi tug'ilayotganlar bo'lsa uni avaga olib mingisini juyib xitoylashtiryotdi. Muşunda bir millet süpüde ayal, bala, ahali, hem evlat muşunda yok olup süpürülüp gitip ağın bir peytte. Allah rızası için ve şu mezlum halk için cihat kılmayı silgi nim boldu? Ve ma lekum dep soratıda nimi boldu? İnsanlığınlarını yok kılıp kuyavatamsılar. Musulmanlıkınlarını, müminliklerini yok kılıp kuyavatamsılar. Vazgeçtinler mi bu İslam'dan, İslami akideden? İnsanlıklardan, ahlaklardan vazgeçtinler mi? Avuluçu vatandakiler nime dağıtıdı dedi Allah. Yekuluna Rabbana, ulu mundak dua kılıvatıdı vatanın içindekiler. Rabbana, ahrijna min hadihil qarya. Mavjuttan bizni kutkazgın. Mavjuttaki balaya afettin bizni kutkazgın. Bizni kutkazgın da davamlık duası, tilekleri muşundak bulatıdı mezlum halkından. El-zalimi ehluha. Bu jutni başkurallah bek zalim bulup ketdi, başkuruvatkan. Ma hükümet, ma zalim hükümet, ma işgalçı hükümet bek zalim bulup ketdi. Bu düşmenken, bilmep dikenmez Allah'ım. Bizni ma zalimlardan kutkaz deb yalverivatkan aş üzerinin halkı. Hakkıda nime için cihat kılmaysılar, nime için uruş kılmaysılar. Ularning duasının ahirisi yana vec'alna min ladunki veliya bizden bir veli çıkarıp deydi. Veli degan nima o? Ballarimizni maktabga bergan vaqtida maktabdagilar ma balaning igisi kim desa ota-onasi kelib men velisiman. Mana men shu balaning igisi deganda veli deymiz. Qizimizni to'y qilgan vaqtimizda qizimizning to'yini qilgan vaqtida dadasi bo'lmasa akillari tag'illari qizning velisi bo'ldi, igisi bo'ldi. Bir mezlumga igi çıkan edemni veli deyildi. Vatandakiler Allah bizning içimizden bir veli çıkarıp deb dua kılıvatıdı. Allah bizning içimizden bizge şu mezlumlarga igi çıkıdığan bizge veli çıkıp deb dua kılıvatıdı vatandakiler.
Vec'alna min ledunke nasira ey Allah'ım öz dergahingden bizge sırttan yardım kılıdığan güç bədib talep kılıvatıdı. Ey Allah'ım sen körep turvasa ahvalımızda. Bizge veli ve nesir çıkırıp edeydi. Veli degen üzümüzden içinden çıkıdığan inkılapçılar, nesir degen sırttan yardım berdi Allah. Aşuna vatandakilar tilavetidu. Silma chet elde turup nima uchun yatsizlar ey insonlar deb Allah bundaq da'vatidu da'vatgandikin bu savolning hukmi nima? Harakatga o'tish. Rahmat. Nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak dedik ya. Vatan ishg'ol qilingan insonlar nima qilishimiz kerak degan vaqtda mushu chet elda yashayotgan har qanday yerdagi Qozog'iston, Qirg'izistondagilardan tortib Muş Amerika, Kanada'ya kadar üzerine Şarkı Türkistanlık da hesaplaydı iken. Kırgız, Kazak, Özbeklerden tatip. Aş üzerine Şarkı Türkistanlık dediğin her kandak adam Xitayga karşı köreşke atlanmasa Allah'dan vazgeçkenlik, öz halkından vazgeçkenlik, vatandan vazgeçkenlik hain hesaplanıdı. Rahmet. Nayet yaxşı cevap oldu. Nayet düşünüşlük cevap oldu. Vatan için köreş qilish har qanday nuqtadan bizning burchimiz ekan. Hamda bizningki aramizda din bilan fan xuddi qarshidek bir xil qarash bor. Hamda islom dinimizda bilimliklarni qadrlash va cho'ng bilish to'g'riliq oyat bormi degan bir savol bor ekan. Shunga bir javob berib qo'ygan bo'lsangiz. İslam dinida ulamolarni qadrlash to'g'riliq oyat bormi degan savol. Bilimliklarni mesela fenli adamlarni deyli. Nisbatan tushirilgan masalan bilimni cho'ng bilish, bilimliklarni cho'ng bilish deb mush to'g'risida oyat. Shuning uchun hamda bilimlik deganni hamda Qur'on arabcha bo'lg'achqa arab tilida bilimlik insonlarni al-ulama deyiladi. Allah Qur'oni Karimda Bismillahirrahmanirrahim innama yaxshallaha min ibadihil ulama. Allah'dan hayqidigan Allah'ını hürmetleydiğen, Allah'ın heykip, Allah'ın tatınıdığan ve korkuduğanlar pekatlam alimler şunda kılıdığı deydi. Ve de alimler Allah heşyet, yakşallah'a, heşyet kelimesini sözleşi arkalık alimlerninki Allah'a karşı nait tekva buluduğanlığını deydi. Tekva buluduğanlığını deydi. Tekva insanı Allah'ın dergahında en ulu kılıdığan bir xislet bu. Takvalık xisleti. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah dergahida insanların arasında en kıymetlik, en hürmetlik, en mükerrem boğunu alimler. Takva boğan insanlar. Allah ma ayette şu alimler takva, Allah'dan korkuduğanlar şu alimler davetidir. Bunda boğandikin bizden Uygur cemiyetinde biz alimlerimizni elqib dini alim, penni alim deb ikkiga bo'lib olamiz. Ama bizning dinimiz ikkiga bo'lmaydi. Bizning dinimiz bo'lsa, mandaq deb bo'ladi. Alim degan bilgichi degan gap. Alim ilm yiltizidan chiqadi. Ya'ni bir ilmni hosil qilib, o'qib, shu sohada yetishgan insonni alim deyiladi. Masalan, dinda o'qib, diniy sohada yetishgan alimni alim deymiz. Masalan, bir fizikada o'qib, fizik sohada yetishgan alimni alim deymiz. Ximiya sohada yetishgan alimni alim deymiz. Matematik sohada yetishgan insonlarni alim deymiz. Xos soha bo'lsin, bir sohada yetishib, shu sohada eng yuqori saviyaga chiqqan, shu sohaning mutaxassisi bo'lgan insonlarni alim deymiz. Endi bu alimni qadrlash, qadrlamaslik masalasi şu alim, şu ilmini, şu ilimni alim bo'lgan Allohga bag'lay olsa qadrli bo'ladi. Ya'ni mesela deyli bir fizik alim bor deyli, aramızdan bir fizik alimi çıktı. Bu alim şu fizik arqılık, şu fizikideki bütün fizik kanuniyetlerini öğrendi. Öğrengendan keyin bu fizikideki bu mükemmel şundaq ko'rkam qonuniyatlar qarab baqsa o'zligidan bulab qolmaydi bu. Bu qonuniyatlarni
shu yerga qo'ygan, yaratgan bir yaratquchining borlig'ini his qilib, shu qonuniyatlarni alim bo'lgan Allohga bog'lay olsa, ha, Alloh bütün kainatni, hamma narsani yaratqachqa, mush qonuniyatni Alloh yaratibdi, alhamdulillah. Bu qonuniyat mana insoniyatning manfaatiga mushunda qilibdi. Mush qonuniyatni Alloh yaratib, insoniyatli manfaatlansin deb bizga mush fizik sohasini ochqanga qaraganda, Alloh bizni yaxshi ko'rdi ekan, Alloh hammani biladi ekan, Allohning qudrati yuksak ekan deb shu fizik bilimi orqali Allohga ulashtira olsa shu bilimni, buni bizning islom dinida olim deyiladi. Bu olim diniy olim bilan shu Allohni tunib, Allohni tabliğ qiladigan, İslamiyetni tushuntiradigan diniy olim bilan o'xshash darajada. Buningki ikki olimning bir diniy olim bilan bir fizik olimning qaysi ustun deyishga to'g'ri kelib qolsa, shu ikki olimning qalbidagi taqvolik qaysining yuksak bo'lsa shu ustun. Masalan bir olim 30 yil dinda o'qibdi, Qur'onni tarjima qilibdi, hadislarni biladi ekan, bütün diniy ahkamlarni biladi ekan, hammasi yetishgan bir diniy olim bor. Yana bir diniy olim bor, fizik olimi. Bu dinda o'qib boqmadi, men fizikda o'qidi. Ama bu fizik qonuniyatlari orqali bu fizik ilmini Allohga bog'ladi. Her ikkisi olim islom nezdida. Ama qaysi bek yuqori darajada turdi desa, ikkisining qalbi qaysi Allohga yaqin bo'lsa, qaysi taqvo bo'lsa, shu yuksak o'rinda turdi. Rahmat. Buning javobi nihoyat yaxshi bo'ldi. Jiq narsalarni o'rganib oldik. Hamda ajdodlarimiz islom dinini qabul qilgandan beri islom dini turmushimizdagi har bir bulung pushqoqlarga singib kirdi. Ongsiz va ongli holda har bir hujarimizda, har bir dinimizdan o'rin oldi. Ammo Xitoy ishg'olchilari diniy aqidamizni va o'zligimizni yo'q qilish maqsadida Qur'onni o'zi tarjim qilib, kompartiya ideologiyasiga uyg'unlashtirib, Qur'ondan va islomdan foydalanmoqchi bo'lyotdi. Bu mumkinmi? Buningki o'rnaklari bormi? degan bir savol bor ekan. İnsan shundoq bir narsaki, agar majburiy o'zgartirilsa, bir kafirni musulmonga majburligi bo'lgandek, musulmon bo'lashqa, bir musulmonni kafir bo'lashqa majburligi bo'ladi. Buni Xitoy qilib kelyapti. Xitoyninki bizning dinimizni o'zgartirish, bizning aqidamizni o'zgartirish, axloqimizni o'zgartirish sohasida qurilgan idoralari va mutaxassislari va shu yerda ishlaydigan. Bu haqda Xitoy bizlarni o'zgartirib yetalishi mumkin agar biz ching turmasak, shunda uxlab yetaversak, bizni o'zgartirib yetalishi mumkin. Ammo Qur'on haqida, Qur'onninki qo'g'dildiganlar haqida Allohning oyati bor. Allah Qur'onni qo'g'daydi. Ammo Xitoy Qur'onni o'zi bilgancha tarjima qilib, o'zining kommunistik zaharlik ideyasiga moslashtirib, ankim bizning mollalarimizning mingisini juyib, yoki o'zi kichigidan tarbiyalab Xitoy mollasi qilib, uni tarbiyalab chiqarib, xalqqa shu o'ziningki mollalarining og'zi bilan xalqni zaharlab, mandaq qilib qolsa, buning ziyni xalqimizga bo'ladi, xalqni zaharlaydi. Ammo Qur'on Allohning kalomi, u o'zgarmaydi. U Qur'onni o'zgartirib yetmaydi. Qur'onning ruhini o'zgartirib yetmaydi. Faqat aldash orqali xalqning kallasini o'zgartirib yetalishi mumkin. Endi Xitoyning bu haqdagi suiqasdi nihoyat og'ir. Masalan, vatanda masalan diniy olimlarimiz bo'ladi-ku, siyosiy kengashning a'zosi, paloni jamining imomi, pistani jamining imomi deymiz. Şu insanların yaş vaqtida dinda o'qigan talib insonlar Alloh rizosi uchun o'qiymiz degan. Keyin Xitoy o'lni siyosiy nimaga bog'lab, maosh berish orqali setib oldi. Sharoitni qisqash orqali setib oldi. Setilmaganlarmi bor, bilaman, bekchiq setilmaganlar bor. Ammo o sharoitda nurg'unlari setilib ketdi, xalqimizni aldab o'tdi. Xitoyninki mushunda dinimizni suiiste'mol qilish aldamchiligi vatanning ichidami bor, hatto sirtdami bo'lishi mumkin. Vatanning ichidami bor bu aldamchilik, sirtdami bo'lishi mumkin.
Yani erkin cemiyetdi mi? Erkin dünya. Erkin cemiyetde mi buluşu mümkün? Mesela misal veriş doğru kelse. Hazır chet elde milyonlagan Uygurlarımız var. Bu balla tug'ilsa 10 yılda, 20 yılda 1 milyon Uygur olgan bolsa neçe milyonga jiqlab ketimiz. Chet eldik Uygurlar üzümüz yaşayotgan davlatdagi insonlarni ko'ramiz, xalqning madaniyatini ko'ramiz, xalqning ma'rifini ko'ramiz, kallamiz o'zgarib, ma chet ellik bilan teng engimiz uysidu. Engimiz o'sgan vaqtda bu yo'g'on jamoat Xitoyga tahdid bo'ladi deb qaraydi Xitoy. Shundoq bo'lgandan keyin chet elda Xitoy qanday suiqasd qilishi mumkin deb o'ylanishimiz lozim. O'ylab bizga qanday suiqasd qilishi mumkin? Onu bilgili olmaydı. Mesela ben bir Kur'an kursu açımen desem, Mişadaki men turvatqa yerdeki Uygurlarning hamma ballarını tanlab Kur'an kursu açımen, dini ders o'gitaman, onu qilaman, bunu qilaman desem, agar men Allah rızası uchun qiladigan odam bo'lgan bo'lsam, Uyg'ur ballarini İslamiyetga uyg'un, Uyg'ur an'anasiga uyg'un tarbiyalayman. Uyg'urlarning kim ekanligini, vatanimizda besib olgan Xitoylarning kim ekanligini ballag'a tushundirman, bu balla yaxshi odam bo'ladi. Agar Xitoyga ishlaydigan bir bo'lib qolsa, ashunda ballani tarbiyalaydigan Xitoyga ishlaydigan bir bo'lib qolsa, bunga o'xshash shaklda tarbiyala, bunga o'xshash shaklda Qur'on o'gitadi, hatto arabcha o'gitadi, hadis o'gitadi. Ammo ballaga siyosatga aralashmaysiz, siyasettin uzak durursiz, siyaset degan undaq meynat narsa, siyaset degan bundaq narsa deb o'gitadi. Endi aşağıda ikki o'gatgan ikki odamning qaysi Uyg'urga ishlaydi, Sharqiy Turkistonlik uchun ishlaydi, qaysi Xitoyga ishlaydi, buni bilish uchun ustozlar narisiydi ballaga. Vada o'qiyotgan balla ota-onasi kamplarda izlayotgan yetim balla bo'lishi mumkin. Ata-onasiz qolib qolgan balla bo'lishi mumkin, faqir insonlar bo'lishi mumkin. O insonlar uning pulini berib o'qitib qo'ygandan keyin o kichik ma'sum balla uchun u hojimikam bo'ladi. Damullikam, faloni xaptim deganda Uyg'urcha shu hurmatlik ism bilan falonikam, pustanikam, damullajim deb cho'ng'iladi ne. Cho'ng'ilgandan keyin u damullam qo'pab siyosatga yaqinlashmaysiz, siyosat degan mehnat desa, u ballama cho'ng'ilab diniy olim bo'lib yoki musulmon bo'lib Üzünün adamlarga, atrofdagilarga yoki ballarga siyosatga aralashmaysiz deb cho'ng qiladi. Xitoy endi mush natijani ko'zlab, bizning chet eldagi diniy olimlarimizga, vatandagilarga jimi degil olmaydi, va'da kuch yo'q vatandagilarning. Chet eldagilarning arsig'imi u yerga uni ochtirib, bu yana buni ochtirib, ballarimizni to'plab bir narsa o'gitib, siyosatga aralashmaysan da'vatgan bo'lsa, dunyoning har qanday yerida Meli Kanada'da olsun, Amerika'da olsun, başka yerde olsun. Siyasetke aralashmaysan davatkan bolsa Xitoyning mollasi. Agar ki ballarım sizlar yerda cho'ng bo'ldinglar. Biz vatandan qo'g'landi qilingan surgundi bir xalq. Asli bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston. Xitoyning yuzidan biz qochishga majbur bo'lib qoldik. Endi biz kuchimiz yetmagancha shunday bo'ldi. Endi sizlar Uyg'ur, sizlar o'qib dinni o'qiysizlar, musulmon bo'lasizlar, fanni o'qiysizlar, fanni jihatdan biliminglarni egallab, mushu diniy va fanniy bilimlarni xalqimizning ozodligi, vatanimizning mustaqilligi uchun ishlatmasangiz bo'lmaydi bolam. Avadiki asr xalq bizdan umid kutmoqda degan tarbiyani beralasa, bu milliy hisoblanadi, milliy olim, diniy olim hisoblanadi. Bo'lmasa siyosatni uzoq tursin degandekillam Xitoyninki halqi Qur'onni o'zimiz tarjima qilamiz. Buni Kommunistik partiyasining ideologiyasiga tatbiqlaymiz. Uni qilamiz, buni qilamiz degan ashatki siyosatning chet eldagi ijrochilari hisoblanadi. Shuni biladigan o'lchimimiz shunday bo'lishi kerak. Bu javob bo'ldim, bo'lmadimi? Toza maymun ketgandek turdi. Bak yaxshi bo'pti. Uning dal shunga mos keladigan bir savol bor ekan tuvanda. Biz ba'zida diniy ishlar qattiq ishtaq bog'lagan yoki ko'rinishda shundoq, ammo siyosiy ishlardan mutlaq mustasno odamlarni uchirtimiz. Bular haqiqiy din yo'liga muvofiqmi degan bir savolga boya siz javob bergan javobim hozir kelib turishingizga javob bo'ldi, lekin shuni bir
Ko'rimiz diniy yo'lga noit ishdek bağlaydı. Millet siyasi işler qat'i yakın keltirmeydi. Özünün etrafdaki adamlarını mı? Müşta bir uçum Uygurlarını. Belki bunda az emas. Şu Baş, to'g'risida olsanız. rahmet. Muhim savol. Bu xalqimizda eng ig'ir kasallarning birisi bu shu. Ama siyasi hareketlerimizning aqmaslig'ning ana sababi shu. Bizning dinimizda bir inson siyosatga aralashmasa, Müslüman bulaşqa ayanda to'sin inson hisoblanmaydi. Siyosatga aralashmagan inson islom dinida inson hisoblanmaydi. Müslümanga asli hisoblanmaydi. Nima uchun? Buning dalil nima? Dalil shu. Allah insonni yaratgan chaqda nima deb yaratdi? Inni ja'ilun fil ardi xalifa. Men yer yuziga bir izbasar yarataman. İzbasar degan nimaning izbasari bu? Burunqi insonlar yaratilmasdan burun, ma dunyoga Odam alayhissalom yaratilmasdan burun, bu dunyoda iblis avlod yashaydi. Biz shayton deymiz-ku. Jinlar yashaydi. Mush biz qilayotgan ibodatni shu jinlar qilardi. Keyin Allah jinlarni imtihon qilish uchun jinlarning sodiq emasligini asosan biladi-da, iblisning qalbidagi kibrni, iblisning qalbidagi meynatchilikni Allah bilgachga sinab orqali uni o'ttirib chiqarib rasvo qilish uchun Odam alayhissalomni yaratdi. Yaratgan vaqtida men bir izbasar yarataman dedi. Izbasar kimga? O iblis avlodining o'rniga u boshqa yerga ketadi, odamlar kelib ma dunyoni boshqaradi deb yaratgan. U xalifa degan izbasar, boshqaruvchi degan gap. Birinchi ma'nosi izbasar. Nimaning izbasari? Biz xalifa deymiz-ku. Bu podshoning o'rniga vaqtliq hukm suradigan insonga deyiladi normalda, lug'atda. Allah'ning hukmini ma dunyoda ijro qilsan deb Odam alayhissalomni yaratdi. Ya'ni Odam alayhissalomning vazifasi va Odam alayhissalomning bolalari bo'lgan bizning vazifamiz ma dunyoni boshqarish. Undaqda siyosat nima degan gap? Siyosat degan siyosatga aralashib iqtidorga kelib hokimiyatga men chiqaman deyishning ati siyosat. Hokimiyat talashilgan shu siyosat olmaydi-ku. Ama siyasi parti degan hokimiyatning beshiga kelish uchun siyosiy partiyalar quriladi. Hokimiyatning beshiga men kelmayman degan gap, men hokimiyat bo'lmayman, men boshqarmayman degan gap. Men boshqarmayman degan nima degan gap? Meni kim boshqarsa bo'ladi? Men boshqariladigan bir hayvon degan gap. Shuning uchun siyosatga aralashmayman degan gap, men dunyoni boshqarmayman degan gap, boshqarishga qatnashmayman degan gap. O boshqarish xilofat vazifasidan voz kechganlik musulmonlikdan, islomdan, insonlikdan, insoniy axloqdan voz kechganlik hisoblanadi. Shuning uchun yilg'o bir diniy odam ekan, normal bir odam siyosatga aralashmaymiz desimi gunohi kabira ishlagan bo'ladi. Shuning uchun bu sohada, bu haqda bütün diniy olimlarimizning vazifasi. Uyg'urlarning bekchiq diniy olim bor-ku. Dini alimlerimizin vazifesi ve penni alimlerinin vazifesi. Eğer bu penni alimler Allah'ını tanıydıgan bolsa, Allah'ı işinadigan bolsa, hemmisinin vazifesi bizning halkımızda siyasetki söylep giriş. Doğru. Hem de bu siyasetke söylep giriş dişimizin sebebi nima uchun biz Uyg'urlarga texmi muhim bu siyasetke aralashış? Biz aralashmasak, siyosatga aralashib, iqtidorga kelgan o'zining davlati va millatlar bor, musulmon millatlar bor. 20 necha arab davlati bor. Nurg'un turk davlatlari bor. Nurg'un Uyg'urlarni yaxshi ko'radigan davlatlar, qo'shni davlatlar bor. Ularning davlat quludi bor. Ammo bizga yordam qilmayotdi hech kim. O'zimizning ishini siyosatga aralashib, o'zimiz qilmasak, ko'rib baqvatimiz amaliyat bilan isbotlanyapti. Hech kimning qo'lidan tutadigan ish bo'lmaydi ekan. Shuning uchun bütün Uyg'urga siyosatga aralashish farz,
Siyasetke aralashib farz deganimizda hammadan men boshliq bo'laman, men o'g'limda boshliqlik talashadigan degan gap emas siyaset degan. To'g'ri. Siyaset degan men bu siyosiy maydonda boshliqlik tegsa boshliqlik, fuqarolik tegsa fuqarolik, askarlik tegsa askarlik, vatan millatga nima qila olsam shu sohada bir kishilik vazifamni qo'shaman deb vatanning mustaqilligini asliga keltirish harakatiga qatilganning ismi siyosiy aralash. Rahmat. Bu bek yaxshi javob bo'ldi. Bek tushunishli javob bo'ldi. Endi 5-savolimizda bizningki diniy munofiqlikning, ya'ni dinni bilib turib, uni burmulab o'z qavmi, o'z millatiga osiylik qilishning islom dinimizda bichimi va hukm bormi? Biz vatandan ko'rib turibmiz, ba'zi juma qarig'iga o'xshash diniy munofiqlar bor. Mushundaqlarning bir bichimi, hukm bormi? O'zi bilib turib mushuni ishlatgan. Endi bilmaydiganlar bor, u ayrim bilib turib mushtaq qilganlarning bichimi qanday bo'ldi deb mushuna bir oddiy javob bera olgan bo'lsangiz. Dinimizda hukm bor. Munofiqlarga o'lim jazosi bor. Buning Qur'ondagi dalili nima? Bismillahirrohmanirrohim. La illam yantahil munafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. صدق الله العظيم. Allah deydi ki, eğer münafıklar münafıklığından qaytmaydigan bolsa ve kalbide kesel bala degan halqa o'zi musulmon ammo qalbide kesel bo'lganlikdan munofiqlarning maydonida turib qalaqliq. Qalbide kesel bo'lg'achqa, ruhiy kesel bo'lg'achqa, biz zafi bo'lg'achqa Xitoyga tutqizib qo'ygan. Shu sababdan milliy munofiqlarning safida bo'lib qolganlarni fi'alladina fi qulubihim maradun deyiladi. Ana endi vel murjifuna fil madina şehirde oturup elip, üzü şehirlerde, Ürümçi'de, Beijing'de, Qashqar'da, üvədə oturup elip, insanların arasına fitne sokuduğun murcifune, internet sakçıları, ya ki medyadaki münafıklar var o, hem de bir çıraylık bir işini kılay dep bu için tehdidini sokup, bizden o fitneni çıkarıp, doğru işini mangılı koymaydıgan, doğru sakçıları, fitneçiler, bunu vel murcifun deyildi. Eğer bu hem de şu münafıkның qatarı sınavıdır Allah. Eğer bunu qaytmasa, yolundan qaytmasa, bu hainlik işini toxtatmasa, seni biz ulağa musallat qılımız. Bir gün hakimiyetini sana berimiz, sana biz nusretini berimiz, hakimiyet asliga kelib vatan qo'lga tekkan chaqda lan uriyannaka bihim thumma la yujavirunaka fiha illa qalila. Sana ular qo'shni bo'lib bir vatanda yashamaydi o. Vatanda yashash haqqimi bo'lmaydi o milliy munofiqning deydi. Tövbe qilmasa, la illam yantahi degan, yanmasa va tövbe qilmasa, vatan azat bo'ladigan vaqtcha chet elda turib yoki vatanning ichida turib munofiq bo'lganlar qo'shni bo'lib yashamaydi. Vatanning ichida emas, qo'shni atrofida bo'lib yashamaydi o deydi. Qanday bo'ladi bu qo'shnida yashamaydi o? Mel'unin. Çünkü ular lanet kılınıdı, eyiplanıdı, hem yerde tıllanıdı. Mel'unin eynema thuqifu uhidu. Nerede tepilse şu yerde tutuludu. Köyge yerde tutup apırıp sotlanıdı. Eynema uhidu, eynema thuqifu uhidu. Nerede görülse şu yerde tutup sotlanıdı. Ve kuttilu taktila. Sotnun hükmünün buludu. Qatl qilish, parça qilib o'ltirib, ibretlik qilib yo'q qilish deydi. Normaldagi o'ltirishni qatala deydi. Arabchada normal adamat deganda qatala deydi. Miyada Allah qattala, mubolig' siyg'isini qo'llanadi. O'ltirgandimi ibretlik shaklda, naati xalqlarga xoinning aqibati mushunda bo'ladi ekan deydigan darajada o'lim jazosi beriladi deb Allah Qur'onda e'lon qilib buni. Şunun için bizden tariximizdi mi? Müslümanların tarixida xoinga o'lim deydigan gap umumiyleşib ketdi.
Endi hozir biz ma chet el fuqarosi chet elda turib hech nima qilolmay, xoinlik edibni eshib ketgan bilan agar vatanning mustaqilligi asliga kelib, vatan qurilgan chog'da Sharqiy Turkistonga xoinlik qilganlarning jazosi o'lim bo'ladi. Uni Sharqiy Turkiston mahkamalari, hokimlari buning qarorini shunday chiqardi inshaalloh. Xo'sh, rahmat. Xitoyga ishlamakning bedelini to'lamak uncha oson emas ekan, bilib oldik. Ayt yaxshi bo'ldi. Endi bir savolimizda islom aqidalarini shaklan bo'lsa-mu tamom qilish muhimmi yoki uning mohiyatiga yetib tushunish muhimmi? Deydi biz endi namoz o'qiydigan, shaklini chiqarayotgan nurg'un insonlarni ko'ramiz. Lekin ularning mohiyatini bildimikin desak, hech bu Uyg'urning taqdiriga, vatanimizning mustaqilligiga qat'iy nima qilmaydi, aksincha ish qiladi. Bu savolga bir o'zingizning tushunchisini deb boqqan bo'lsangiz. Endi bu taqlidchi yana islom aqidalarini shaklan bo'lsa-mu tamom qilish bilan uning mohiyatiga yetishning farqi. Mohiyatiga yetib turib qilish bilan shaklan bu shaklni chiqarib qo'yib, haqiqiy namoz o'qiganda ko'rinib, amaliyotda islom aqidalari xilof ish qilayotgan bir jumla odamlarimiz bor qo'y. Rahmat, bu yaxshi savol. İslam aqidasi zodi uni tushunmasa, aqida degan olmaydi uni. Bir hukm bo'lsa islomiyatda ma'noda bo'ludi deb, uni tushunib, uningga iymon aytib, uni qabul qilib, e'tirof qilib, aningdan keyin qilsa, u aqida hisoblanadi, o Alloh rizosi deb qilsa, uningdan keyin o solih amal hisoblanadi. Agar uni tushunmay, o'zining ota-onasidan bilib olgan bo'yicha yoki xalqdan ko'rib olgan bo'yicha qilsa, u qalbida tushunch bo'lmasa, uni aqida degan olmaydi, uni taqlidchi deymiz. Taqlidchilik bilan qilingan iymon hisoblanmaydi. Taqlidiy iymon Alloh dargohida qabul bo'lmaydi. Iymon uch turlik bo'ladi. Bizning diniy olimlarimizdan ayrishiga ko'ra iymon uch turlik bo'ladi. Birinchi iymonning ismi tahqiqiy iymon deyiladi. Bu haqiqatan Allah'ını tunup, Allah'ın bar ve birlikiga ishonib, yüz vücudu bilan ishongachga bo'layotgan bir ish, buni tahqiqiy iymon deyiladi. Bu iymon payg'ambarlarning va siddiqlarning, shuhadolarning iymoniga o'xshagan yaxshi iymon, birinchi darajalik iymon. Bu iymonning ikkinchi turligini istidloliy iymon deyiladi. Delil orqali iymon aytish. Masalan, o'zi ya Müslüman milletten ya ki Müslüman milletten emas. Ama hakla ben Müslüman deydi, belki ben Hristiyan deydi, belki ben Yahudi, belki ben Buddhist deydi. Hemmimiz özünün dinini doğru deydi. Ama doğru degendekin insanın kallasıga şüphe düşüdü. Bu rast bizim şu İslam dinimiz doğru mudu, doğru emas mudu? Hem de biz o Müslümanlar, Uygurlar biz Müslüman deyip başında kelgen burundan tatip. Men şu Müslümanın balısı Müslüman deyme. Rasmış bizning islom dinimiz to'g'rimi, to'g'ri emasmi deb buni tadqiq qilishga boshlaydi. Xristianlikni o'qib boqadi, yahudiylikni o'qib boqadi, buddizmni o'qiydi, islomiyatni o'qiydi, ikkisini selishtirish orqali anandan keyin islomiyat to'g'ri ekan deb bir dalil orqali yoki bo'lmasa bir olim bor. Fizik olimi deylik, yoki kimyo olimi, yoki matematika olimi deylik, ya biologiyalik olim deylik, bir narsa tadqiq qilish jarayonida bir narsani keşf qildi ki kallasiga shundoq chirvelib, bu Alloh bo'lmagan bo'lsa, ish bundoq bo'lmaydi. Bu o'zligidan bo'lib qoladigan bir ish emas bu. Mushu ish shundoq bo'lganga qaraganda Alloh bor ekan deb tadqiqot jarayonida Allohning borlig'ini tunib yetish, bu istidloliy iymon deyiladi, bu qabul qilinadi. Uchinchi turdagi iymon taqlidiy iymon. Doğramchilik bilan bo'lgan iymon. Mesela bir insan bak doğramçılık Müslüman dedi, yüzüne Uygur dedi. Mesela namaz okuydu değil, hecge vardı değil, zakat birdi değil. Ama siyaset dese kaçıdı. Mehmet'in varanmayma okulun bokulun küçük banalar bilen siyasetten kaçıdı. Namaz okuydu, belki Xitayga uçuru veriyordu insanlardan. Ma turdaki halkı görünüşte Uygur, görünüşte Müslüman, emniyette kılıvatkan işi bütünlüğü münafık ya kafirdeki iş kılıvatkan nurgun edemli oldu. Hem de şu insanlar oynanıp baksı gerek. Men o şu Uygur'un balısı ikenme, Uygur olap toğulup demeye Qashqada.
Men eğer aşı nimede tug'ilib qolgan bo'lsam, bir Hristiyan memlekettin birisida tug'ilib qolgan bo'lsam, yana Uyg'ur bo'lamdim, yana musulmon bo'lamdim. Yo'q, u chog'da Hristiyan bo'libdim. Agar Hindistondagi bir davlatda yana Dehlida tug'ilib qolgan bo'lsam, balki buddist bo'lishim mumkin-di. Agar Beyjingda tug'ilib qolgan bo'lsam, Xitoyning bolasi bo'lib, tabiiy holda Xitoy bo'lishim mumkin-di, buddist bo'lishim mumkin-di. Men Uyg'urning bolasi bo'lg'achqa musulmon tug'ilib qoldim desa, matipdiki adam bilan Xitoyning buddistning hech qanday bir farqi bo'lmaydi. Bunda taqlidchilikdagi iymonni Alloh qabul qilmaydi. Shuning uchun bizningki Uyg'urlar, Sharqiy Turkistonliklar bu ömür bo'yi men musulmon deb o'tib, oxirisida halqi musulmonligimiz qabul bo'lmaydigan bir yomon oqibatning kelib chiqmasligi uchun o'zimizning iymonini bir qatim tekshirishimiz lozim. Bu iymonni Allah'ın tunuğa vaqtida anadaki insan o'zining mas'uliyatini tunuya oladi. Sharqiy Turkistonlik shu mas'uliyatni tunamaganligi iymon problemimiz var. İmani jihatda bek yo'g'on problemimiz var. Rahmat. Bu taqlidiy ish qilgandan rasmiy tunib, Allah'ni tunib qilgan ishlarning nimasi bek yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu savolga javob bek yaxshi bo'ldi. Nurg'un narsalarni bilib oldik. Eng oxirgi savolimda yaqinda biz Shvetsiyada Qur'on ko'ydirish voqeasiga shohid bo'ldik. Dunyo musulmonlari bunga qattiq g'azablandi, namoyishlar qildi. Ammo vatanimiz Sharqiy Turkistonda Xitoylar tomonidan ko'ydirilayotgan Qur'onga shu o'xshash musulmonlar zuvon ochmadi. Buning qanday qaraysiz deb bir oddiy javob bergan bo'lsangiz vaqt munosib bilan. Bu Qur'on köy deganga qarshi chiqayotganlar Alloh rizosi uchun qarshi chiqmaganligining isboti. Agar Shvetsiyada bir Qur'on ko'ydirilsa, bir inson Alloh rizosi uchun qarshi chiqadigan iymoni bo'lsa, o'xshash Qur'onni Xitoy ko'ydiryotdi, millionlarcha Qur'onni. 20-30 ming jamini vayron qilyotdi. Shuningga o'xshash darajada uning iymoni harakatga o'tdi. Bu faqatlam Shvetsiyadagi u xalqaro mediaga chiqib ketgachga uni ayblayotganlar o'zining xalqi tarafidan bek yaxshi adam, bek musulmon adam deb ovoz og'achqa anchalik gapni deb qo'ymasa, sat turadigan bo'lg'achqa o'zining xalqini aldash uchun yoki musulmonlar ajab bir yaxshi adam ekan deyishib qolish uchun riyo uchun qilinayotgan ishlar. Agar haqiqiy e'tiroz bildiradigan, haqiqiy qarshi chiqadigan ish bo'lsa, aldı bilen Sharqiy Turkistondagi zulmga qarshi kerak. Sharqiy Turkistondagi zulm, mayli diniy nuqtadan qarasak, mayli milliy nuqtadan qarasak, mayli insonlik nuqtasidan qarasak, dunyoning hech bir yerida yo'q. Mesela musulmonlar deydi, Falastinda bekçi zulm bor deydi. Falastindagi zulm Sharqiy Turkistonning 1000 ga yetmaydi. Falastin xalqining o'zi pasporti va xalqiga yerga keta oladi. Bir adamning bunu qanasa bütün mediaga chiqadi. Sharqiy Turkistonda milyoncha inson kamplarda o'ltirilyotdi. Bolalar o'ltirilyotdi, ayollar o'ltirilyotdi. Shuning bir mediaga chiqayotamdi. Xitoy yolg'on desa, yolg'on deyishib turibdi Xitoyning puli uchun. Bu faqatlam riyokorlikdan, saxtipazlikdan bo'layotgan ayblashlar bo'lar. Men samimiy deb qaramayman uni. Rahmat. Pek bilimlerini öğrenip olduk bugünkü sohbetimizde. İslam akidelerini doğru düşünüş ve doğru tatbiklaş biz Uygurlar için taqazzasız bir vaziyet. İslam dinimizge doğru tabir beriş, Xitoyning dinini suiiste'mol qilishni oldini olish har qaysilarda diniy zotlarniki muqaddas burchidir. Ko'p rahmat bugünkü sohbetimizga qatnashib berganlarga. Kelar qatimliq sohbetimiz yana to'rda e'lon berildi. O'z vaqtida bo'ladi. Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Xayr. Allohga emanet. Allohga emanet.